Bugun Espanyol va Barselona shunchaki futbol o'ynamaydi, balki Espanyol stadionini janggohga aylantirishi mumkin. Nimaga deysizmi? Men sizga sabablarni keltirib beraman. Ungacha kanalimga yo'llab qo'ying. Demak, ikki jamoa ham Kataloniya jamoasi bo'lishiga qaramasdan bir-biriga nisbatan nafrati shunchalik kuchliki, hattoki ta'riflashga til ojiz. O'tgan yili Barselona chempionlik o'yinini aynan Espanyol stadionida nishonlagandi va muxlislarga yoqmasdan muxlislar qo'lidagi bor narsani Barsa futbolchilariga uloqtirishgan. Hattoki stadionga tushib ularga tajovuz ham qilishgan. Unga yetmaganidek, o'tgan yili Espanyol tarkibida to'p surgan Juan Garcia bu mavsumda Barselona darvozasini qo'riqlayapti. Bu ham ularga nafrat ko'zi bilan qarashga bitta sabab. Espanyol muxlislari Juan Garciaga narsalar uloqtirish maqsadi bor ekanligini ijtimoiy tarmoqlarda bildirib o'tgan va buni eshitgan Espanyol ma'muriyati xodimlari darvoza turadigan tomoniga maxsus stullar ham joylashtirishgan va bunga ham Espanyol muxlislari mana shu narsani o'ylab topishibdi. Va Espanyol muxlislari bugun Barsa futbolchilariga ruhiy bosim qilish maqsadida hattoki butun Kataloniya shaharlarida Barsani haqorat qilib turib stend reklamalarini joylashtiryapti. Va bugungi o'yin shunchaki o'yin emas, balki katta jang aylanib ketishiga yana bir sabab. Xo'p, ko'ramiz. Barselona ushbu bosimlarga qaramasdan g'alaba qozonib keta oladimi Espanyol stadionida?